Demeyde profillerinden. Türmede oturgan resimge tushib ben bunaqa narishlik bilan. Turkiyaga kelib qaytib ketdi-yu, ko't. Nima uchun qamalganini ham aytaman senga hozir. Hamma eshitib olsin. Bedarak yo'qolganlar orasida qidiruvda bu. Lekin men bu nima emas, globalniy emas. Tushundingmi? Ba'zi Turkiyaniki bir bedarak yo'qolganda chiqdi. Keyin buni militsiya ushlab oldi ko't. Onangni ski cho'rt bilan bilmaydi bo'laysanmi? Ha? Bedarak yo'qolganlar orasida qidiruvda sen akang. Rozıskda emas. Ugolovniy rozıskda emas. Dalboyob bilan. Onangni amiga odamni aldib o'tiribsizlarmi? Chaqirib yoqqan xuna seni. Chaqirib yoqqan xo'ja onangni ham. Sen o'ylayapsan, ahmoq bo'lyapsanmi odamlarni? Seni akang bedarak yo'qolganlarni kompyuterda chiqadi. Bedarak yo'qolganiga siz qidirib yurishdi uyingizdagilar. Yo, mana pasportim bor. Mana bunda akam turibdi, mana bunda onam turibdi. Gaplashib yuribmiz, u yoqda prosta bir zaylani qolib ketgan deb, mana shuna qilib chiqdi-yu, ko't. Shunga bilan tilni bilmayman. Turkiyada samolyotda ovqat yo'qmi ekanmi deb so'rab turibdi onang. Qo'tobosh, bu zabishni eshityapsanmi? Seni onang sotyaptanmi yo'qni? Qamalib ketdi deb qo'ydinglar. Amerikaga telefon qilding advokat qidirib. Kontaktda kim bo'lsa, o Amerikaga chiqizmoqchi bo'lgan odamga. Onangni sikislarni indamasa biladi. Bilmaydi deb o'ylaysanmi? Yotgan joyda eshityapman men qamalganini. Ko't bilan. Turkiyaga kirdi chiqib ketdi-ku qaytib. Bular onasi bilan bordilar. Onangni sikislarni men bir. Qanaqa vanga onangni siki mendan telefon qilib so'rashdi. Nima bu rostdan qamaldimmi? Men shunaqa meni atashib menga yozib yubordi deb. Men advokat emasman deb yozib yubordim dedi. Chortlar bilan.